Ikkinchi bob. Odam organizmiga massajning fiziologik ta'siri. Massaj odam a'zolari va to'qimalarni maxsus usullar yordamida ma'lum miqdorda mexanik va reflektor ta'sirlantirish majmuasidir. Massaj usullari maxsus tayyorlanishdan o'tgan odamlar, massajchilar tomonidan maxsus apparatlar, asboblar yordamida bajariladi. Bunday taassurotlar bevosita havo muhiti, pnevmatik massaj, suv muhiti orqali gidromassaj beriladi. Massaj davomida to'qimalarga ta'sir ettirib, butun tanada joylashgan mexanoneyrotroplar qo'zg'atiladi. Teri retseptorlari ta'sirlantirishning turli uslublari mavjud. Terining har bir kvadrat santimetr yuzasida o'rtacha 200 mexanik retseptorlar, Meissner tanachalari, Merkel va Pacchini disklari to'g'ri keladi. Oyoqning tagida ularning soni undan ham ko'p. So'nggi yillarda massajga bo'lgan qiziqish juda ortib bormoqda. Uning yoqimli ta'siriga kundan kunga alohida ahamiyat berilmoqda. Massajni sog'lomlashtirish, chiniqtirish, organizmning funksional imkoniyatlarini oshirish borasida jismoniy mashqlarning umumiy ta'sirlanishini yanada boyitish maqsadida ishlatilishi ma'lum. 14-15 asrlarda massajning fiziologik asoslariga doir maqolalar paydo bo'la boshladi. Ambroise Paré o'z ishlarida massajni anatomofiziologik nuqtai nazaridan asoslashga urinib ko'rdi. U zamonaviy ma'lumotlarga asoslanib, massajning ta'sir qilish mexanizmi va nerv tizimining har xil bo'limlaridagi o'zaro ta'siri bilan chambarchas bog'langan holda teridagi normal va o'zgargan neyron jarayonlari orqali ichki a'zolarni boshqarish funksiyasini ta'minlaydi degan fikrga keldi. Buyuk fiziolog olimlar Sachenov, Pavlov, Vivensky, Uxatomskiy, Speransky, Bikov, Anaxanin ilmiy ishlari asosida nervizm nazariyasi yaratildi. Nerv boshqarilishidagi ko'pgina masalalar markaziy nerv tizimi va ichki a'zolarning o'zaro faoliyati va aloqasi, somatik hamda vegetativ nerv tizimlari o'rtasidagi sun'iy to'siq bartaraf etildi. Markaz va olis nuqta o'rtasidagi o'zaro munosabatlar aniqlandi. Odam tanasidagi istalgan nuqta organizmning istalgan faoliyatiga nerv tizimi orqali kuchli ta'sir etishi mumkinligi haqida Bogomeltsev 1928-yilda yozgan edi. Hozirgi vaqtda retseptorlarning mushak bo'g'im apparati retseptorlari u yoki bu me'yorda qonuniy reflektor ta'sirida bo'ysunmaydigan birorta ham vegetativ ichki a'zolar faoliyatlari bo'lmasligi ko'p sonli tajribalar yordamida aniqlangan. 18-19 asrlarda massajning har xil kasalliklarni davolash xususiyatiga, barcha a'zolarga ta'sirini ilmiy asoslashga bag'ishlangan ishlar paydo bo'la boshladi. Shu bilan bir qatorda massajni tavsiya qilish, man etish muammolariga bag'ishlangan masalalar yechila boshladi. 19-asrning oxirlariga kelib, massajni fiziologik jihatdan asoslash masalalariga qiziqish orta bordi. Rossiyada Zabludovskiy birinchi bo'lib massajning sog'lom odamlarga ta'sirini o'rgandi va massaj usullari tasnifini yaratdi. Zamonaviy fiziologiya fanining taraqqiyoti massajning umumiy ta'siri organizm uchun juda salmoqli ekanligini tasdiqladi. Bu massaj jarayonidagi taassurotlar, impuls, teri, ichki va harakat organlaridan orqa va bosh miyaning har xil bo'linmalariga, xususan katta yarim sharlarga o'tkazuvchi nerv tolalari tizimini yuqoriga ko'tariluvchi yoki sezuvchi afferent o'tkazish yo'llari orqali ta'sir ko'rsatib, taalluqli a'zo va tizimlarda javob harakatlarini qo'zg'atadi va kuchaytiradi. Massaj usullari ta'sirida hujayralarda joylashgan mexanoretseptorlar mexanik ta'sirlarni sezuvchi nervlar uchi qo'zg'alishi natijasida paydo bo'lgan mexanik energiya maxsus nerv tolalarini faol harakatga olib keluvchi signallarga aylanib,
nerv tolalari orqali nerv markazlariga axborot keltiradi. Mexanoretseptorlar butun tanada joylashgan bo'ladi. Bular terida joylashgan ekstraretseptorlar, ya'ni organizmni o'rab turgan tashqi muhitdagi taassurotlarni qabul qiluvchi, interoretseptorlar, ya'ni ichki a'zolardagi yurak, tomirlar, taloq va hokazo taassurotlarni qabul qiluvchi va proprioretseptorlar, ya'ni mushaklar, paylar, bo'g'imlar, suyaklar va boshqa joylarda taassurotlarni qabul qiluvchi nerv tolalarini uchidan iborat. Mexanoretseptorlarning tuzilishi turli-tumandir. Ular soch tolalari, spiral tugunchalar va plastinkalar shaklida bo'lishi mumkin. Ular orasida Pacini tanachalari mukammalroq o'rganilgan. Bu tanachalar yordamida apparat bilan o'ralgan nerv uchlaridan iborat bo'lib, markaziy nerv tizimi bilan bog'lovchi nerv tolalaridan tashkil topgan. Pacini tanachalarini yordamchi apparati kapsula ko'p sonli juda yupqa plastinkalardan iborat bo'lib, plastinkalar orasida suyuqlik bo'ladi. Mexanik taassurotlar kapsulalar holatini o'zgartirib, nerv tolalari uchini qo'zg'atadi. Kapsulaning pardasi cho'ziladi. Asosan natriy ionlariga nisbatan o'tkazuvchanligini oshiradi. Retseptor potensiallarini vujudga keltirib, o'z navbatida ion toklarini hosil qiladi. Ion toklari nerv tolalarini qo'zg'atadi. Demak, massaj ta'sirida paydo bo'lgan mexanik energiya nervni qo'zg'atish energiyasiga aylanadi. Organizmga nisbatan massajning ta'siri nerv reflektor reaksiyalarini boshlanish qismi hisoblanadi. Terida, mushaklarda, payda, bo'g'imlarda, qon tomirlarida va boshqa to'qimalarda joylashgan nerv tolalari uchidan afferent, ya'ni markazga intiluvchi signallar orqa miyaga boradi. Barcha afferent impulslar sezuvchi nerv tolalarining ildizlari orqali orqa miyaning segment sohasida bir-biriga o'zaro ta'sir etadi. So'ngra markazga intiluvchi nerv orqali orqa va bosh miyaning har xil bo'linmalariga, xususan katta yarim sharlar, po'stlog'iga va po'stloq osti sohalariga yetib borib, butun a'zolarga ta'sirini tarqatadi. Yuqorida bayon etilgan massaj neyrofiziologik mexanizmlari qatorida massajni gumoral, suyuqlik faktorlarini ham ko'rsatish lozim. Massajning mexanik ta'siroti natijasida teri to'qimalarida issiqlik hosil bo'lishi oqibatida issiqlik retseptor tizimi qo'zg'aladi. Bu qo'zg'alish uzunchoq miyada joylashgan markazlarga o'tkazilib, qon tomirlarini toraytiruvchi, simpatik qon tomirlarini kengaytiruvchi, parasimpatik nervlarga o'tib, so'ng qon tomirlari kavagini reflektor o'zgartiradi. Massajning to'qimalarga bevosita mexanik ta'siri natijasida terida kimyoviy moddalar hosil bo'ladi. Bunday moddalarga misol tariqasida gistamin va atsetaxolinni ko'rsatish mumkin. Gistamin bu to'qima gormonidir. Hujayralarda sustlashgan, oqsil bilan birikkan holatda uchraydi. Massaj ta'siri natijasida parchalanib, erkin faol holatga o'tadi. Gistamin va gistaminsimon moddalar oqsillarni parchalanishi, mahsulotlari, aminokislotalar va polipeptidlar bilan birga qon, limfa oqimi orqali tarqaladi va ichki a'zolar to'qimalarini, qon tomir nervlarini, hemoretseptorlarini ta'sirlaydi. Shunday qilib, gistamin buyrak usti beziga ta'sir etib, adrenalin miqdorini qonda ko'paytiradi. Bu organizmning himoya va moslashish kuchlarini oshiradi. Odatda bog'langan kolloid holda hujayralarda bo'ladigan atsetaxolin massaj ta'sirida natijasida faol holatga o'tib, mediatorlik vazifasini o'taydi. Massaj davomida mushaklarda to'plangan faol atsetaxolin mushaklar faoliyatini kuchaytiradi va qo'zg'alish tezligini oshishiga olib keladi. Massajning mexanik ta'siri natijasida mushak kapillyarining faoliyati o'zgaradi. Qil qon tomirlari kapillyarlari devorlarida joylashgan Ruji hujayrasi hisobiga mustaqil tortish xususiyatiga egadir. Bu hujayralarni qisqarishi va bo'rtishi tufayli kapillyarlarning kavagi o'zgarib turishi mumkin. Ruji hujayrasiga energiya beradigan moddalarning kimyoviy parchalanishi ta'siri natijasida kapillyarlar kengayadi.
Kapillyarlar kengayishi va puchaygan kapillyar hisobiga kapillyarlar sonini ko'payishi natijasida hujayra va to'qimalarni qon bilan ta'minlash yaxshilanadi. To'qimalar ko'proq ozuqalanadi, natijada modda almashinuvi kuchayadi. To'qimalarning ish faoliyati oshadi. Massajning chuqur uqalash usullarining mexanik ta'siri natijasida mushaklarni qo'zg'alish, mushaklardagi energiya beradigan moddalarni parchalanishiga olib keladi. Qon tomir devorlarini holatiga odam qonida bo'ladigan boshqa ximiyaviy moddalar, buyrak usti bezining gormonlari, noadrenalin va adrenalin, sut kislotasi, ATF kislotasi ham ta'sir etadi. Qon tomirlari va kapillyarlarda qon aylanishiga ta'sir etadigan murakkab jarayonlar majmuasi markaziy nerv tizimini tartibga solib turadi. Bunda qon tomirlarini kengayib torayishi, kapillyarlar devorining o'tkazuvchanligi, qon va to'qima o'rtasidagi almashinish jarayonlarini ham boshqaradi. Massajning gumoral omillari qatoridan yuqorida ko'rsatilganlaridan tashqari tanamizning o'zida ishlab chiqariladigan ichki opiatlarga bir oz to'xtalib o'tamiz. Ma'lumki, barcha kasalliklar, shikastlanishlar, jarohatlar, manfiy ruhiy kechinmalar og'riq bilan kechadi. Nevrofiziologlarning ilmiy kashfiyotlari og'riq hissasiga aloqador ikki xil peptid guruhlar R moddasi va endorfinlar borligini isbotladilar. R moddasi Amerika olimlari Eyler va Gaddum tomonidan 1931-yilda topilgan. R moddasining nomi ingliz so'zi powerdan, ya'ni parashokdan olingan. Endorfinlar esa o'zini ta'sir etish xususiyatiga asosan endogen morfinlar, organizm ichida hosil bo'ladigan ikki morfinlar degan ma'noni beradi. Agar R moddasi organizmda og'riqlarning hosil bo'lishida, kuchayishida va tarqalishida ishtirok etsa, endorfinlar organizmdagi narkotiklar sifatida og'riqni pasaytiradi. Endorfinlar amerikalik New York Dorulfununi olimi E.J. Simon va shotlandiyalik olim J. Kasterlitz tomonidan kashf etilgan. Birinchi olim bosh miya nerv hujayralari maxsus retseptorlarga ega bo'lib, morfiy bilan qo'shiladi deb aytgan bo'lsa, ikkinchi olim E.J. Simon kashfiyotidan xabardor bo'lib, bu bejiz emasdir. Retseptorlar o'zimizda hosil bo'ladigan morfiyni sezishga mo'ljallangan va uni izlash lozimdir deydi. Kosterlitz guruhining izlanishlari muvaffaqiyat bilan yakunlandi. Endorfinlar ixtiro etildi. Keyinchalik kichik molekulyar og'irlikka ega bo'lgan endorfinga o'xshash moddalar topilgan. Bular enkefalinlar, ya'ni enkefalon, miya deb nomlangan, endorfin va ichki opiatlar deb nomlangan. Ma'lumotlarga qaraganda, ichki opiatlar nerv hujayralarida me'da osti bezi va boshqa ichki a'zolarda hosil bo'lar ekan. Olimlar fikricha, ko'p me'yorda og'riq qoldiruvchi dori-darmonlar, analgetiklar, masalan analgin iste'mol etilishi ichki opiatlarning hosil bo'lishini susaytiradi. Shu bilan birga, massaj jarayonida organizmda hosil bo'ladigan endorfinlar shunday qilib massajning ta'sir mexanizmi asosida markaziy nerv tizimini oliy bo'linmalari tomonidan boshqariladigan murakkab o'zaro bog'langan reflektor neyrogumoral va neyroendokrin jarayonlar yotadi. Massajning bevosita mexanik ta'siri natijasida to'qimalarda hosil bo'ladigan mahalliy reaksiyalar mustaqil bo'lmay organizmning keng tarqalgan reflektor reaksiyasi ifodasidir. Yuqorida ko'rsatilgan jarayonlar tufayli organizmning himoya va moslashish mexanizmlari safarbar etilib, faoliyatlar normallashadi. Turli xil kasalliklarda qo'llaniladigan massajning samarali ta'siri ushbu holat bilan ifodalanadi. So'nggi yillar davomida rivojlangan mamlakatlarda kasallik va o'limning sabablari o'zgargan. Yuqumli kasalliklar ikkinchi o'ringa o'tib, endogen, ya'ni ichki rak,
yurakning ishemik kasalliklari, qon bosimini ortishi kasalligi, me'da va 12 barmoq ichak yarasi, ruhiy, qand kasalliklari va hokazolar asosiy o'rinni egallamoqda. Bu kasalliklarning kelib chiqishida uzoq davom etuvchi stress holatlari muhim omil ekani isbotlangan. Shu sababli odamlarning tashqi va ichki muhit ta'siriga chidamliligini oshirish va asosiy noinfeksion kasalliklarni oldini olish muammolari zamonaviy tibbiyotning asosiy vazifalaridan biri bo'lib qoldi. Stress, ya'ni bosim, kuchlanish, organizmni haddan tashqari zo'riqishi natijasida hosil bo'ladigan tanglik holati stress tushunchasini birinchi marta 1936-yilda Kanada olimi G. Seeley tomonidan kiritilgan. Stress holatida tashqi stressli qo'zg'atuvchi ta'siri tufayli ichki sekretsiya bezi gipofizning faoliyatini kuchayadi va buyrak usti bezlari po'stlog'i faoliyati keskin oshadi. Buyrak usti bezlari qonga ko'plab gormonlar, jumladan katexolaminlar va kortikoidlarni ajratib chiqara boshlaydi. Katexolaminlar va kortikoidlar o'z navbatida moslashish mexanizmini rag'batlantiradi va organizm yangi sharoitga moslashadi. Chunki ortiqcha gormon organizmga zararli ta'sir etadi. Stress sharoitida kasalliklar paydo bo'lishi organizmning holatiga bog'liq. Chunonchi gipertoniya xastaligi, me'yordan ortiq stress gipertonik krizislar bilan kechadi. Me'da yoki ichak yallig'lanishi kasalliklarida qonli yaralar paydo bo'lishi mumkin. Stress ta'sirida yurak mushagida halok bo'lgan to'qima va hujayralardan iborat kichik o'choqlar vujudga kelishi mumkin. Odam hayotida hayajonli, stressli holatlar, kuchli tashvishlanish alohida o'rin tutadi. Tez bo'lib turadigan his-hayajonli taassurotlar buyrak usti bezlarining faoliyatini susaytirib, organizmning zararli omillar ta'siriga moslashuv qobiliyatini keskin pasaytiradi. Adaptatsion sindromining yuzaga kelishida gipofiz va buyrak usti bezlarining gormonlardan tashqari nerv tizimi ham ishtirok etadi. Haddan tashqari kuchli taassurot avval simpatik nerv tizimini, oliy nerv markazlarini qo'zg'atadi, so'ng gipofizga hamda buyrak usti bezlariga o'tadi. Stress vaqtida boshqa endokrin bezlar ham qo'zg'alishi mumkin. Odam hayoti davomida stresslarga yo'liqadi. Ma'lumki, organizmning turli taassurotlariga nisbatan xos bo'lmagan reaksiyasi stress reaksiyasidir. G. Seeley 1982-yilda fikricha, organizmning normal faoliyati uchun yetarli me'yorda stresslar bo'lishi shart. Bu stresslar eustress deb nomlanadi. Ko'p vaqtlarda stress me'yoridan haddan tashqari kuchayishi natijasida organizm buziladi. Bunday holat distress nomini olgan. Tirik organizmlar hayotida gemostaz ham muhim ahamiyat kasb etadi. O'z navbatida gemostaz adaptatsion jarayonlar bilan uzviy bog'liqdir. Gemostaz bu organizm ichki muhitining doimiyligini saqlash va tiklanishini ta'minlovchi muvozanatlashgan reaksiyalar majmuasidir. Adaptatsiya bu organizmning o'zgarayotgan muhitga moslashish jarayonidir. Bu xalqaro atama termin bo'lib, organizmni umumtabiat, ishlab chiqarish, sotsial shart-sharoitlarga moslashishini bildiradi. Adaptatsiya deganda tug'ilgandan so'ng hujayra, a'zo va organizm miqyosidagi butun moslashish faoliyati tushuniladi. Adaptatsiya reaksiyasining asosiy qismi stress sindromi hisoblanadi. Bu reaksiyalar majmuasi gipotalamo-gipofiz buyrak usti tizimining faoliyatini oshiradi. Qonga adaptogen kortikosteroidlar, katexolaminlar, gormonlarni ko'proq tushishiga olib keladi. Gemostatik tizim faoliyatini kuchaytiradi. Zamonaviy ma'lumotlarga ko'ra, odam organizmining tashqi muhitga moslashishi bilan bog'liq salomatlik holati 4 xilga bo'linadi. Birinchisi, qoniqarli moslashish holati. Bu sog'lom odamning kundalik hayot faoliyatidir. Normal hayot tarzida gemostaz organizmni boshqaruvchi tizimlarni juda kam
kuch sarf etishi sababli saqlanadi. Ikkinchisi, moslashish mexanizmlarining tanglik holati. Salomatlik va kasallik o'rtasidagi chegara hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, bu holat yuqori darajali funksiyalarga ega boshqaruvchi mexanizmlarning haddan tashqari zo'riqib ishlashi natijasida vujudga keladi. Uchinchisi, qoniqarsiz moslashish holati. Bu holatda funksiyalar darajasi pasayadi. Fiziologik tizimlar o'rtasida kelishmovchilik hosil bo'ladi va charchash holatlari paydo bo'ladi. Bu holda gemostaz organizmni boshqaruvchi tizimlarining o'ta zo'riqishi hisobiga saqlanadi. To'rtinchisi, moslashish tizimining buzilish holati. Bunda organizmning faoliyat imkoniyatlari keskin pasayadi. Gemostaz barbod bo'ladi. Moslashish mexanizmlarini buzilishi ikki xil ko'rinishda namoyon bo'ladi. Kasallik oldi va kasallik. Kasallik oldini olish chora-tadbirlari tashqi muhitga moslashishni, biologik mexanizmlarni kuchaytirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Chiniqtirish, jismoniy mashqlar, massaj va boshqa taassurotlar yordamida har bir shaxs moslashish imkoniyatini ancha kengaytirishi mumkin. Massajning organizmiga ta'sir etishiga qarab, shartli ravishda mahalliy va umumiy ikki turi farqlanadi. Massajning mahalliy turida tananing ayrim qismlari, mushaklar va boyramlar, umumiy turida esa butun tana massaj qilinadi. Massaj uslublari yordamida bevosita ta'sir etadigan joyni o'zigagina fiziologik ta'sir ko'rsatiladi degan fikr noto'g'ridir. Massaj jarayonida nerv oxirlari qitiqlanadi. Bu holat markaziy nerv tizimiga ta'sir ko'rsatib, turli a'zo va to'qimalarni funksional holatini o'zgartirishi mumkin. Odam organizmiga mahalliy va umumiy massajni ta'sir ko'rsatish darajasi massajni davomiyligiga, massaj uslublariga, organizmni umumiy holati va boshqalariga bog'liqdir. Endi judayam qiziqarli joyga yetib keldik. Ekran qarshisiga yoki ba'zi bir yumushlaringizni bajarayotgan bo'lsangiz, aynan ushbu darslikni ovozini balandlatib eshitishingizni, diqqat bilan eshitishingizni hamda ahamiyat berishingizni so'rab qolamiz. Chunki aynan shu joydan boshlanadigan darslikni davomi massajni tanani ayrim qismlariga qanday ta'sir etadi, shu bo'yicha bo'ladi. Demak, sizlar bilan boshlaymiz. Massajni nerv tizimiga ta'siri. Massajning davomiyligi, ta'siri va organizmning funksional holatiga qarab, nerv tizimini qo'zg'aluvchanligi ortishi yoki kamayishi mumkin. Organizmga massajni ta'sir qilish mexanizmida Sechenov va Pavlovlarning nervizm ta'limotiga asosan turli a'zo va to'qimalarda joylashgan qabul retseptor apparatlariga boy nerv tizimi asosiy o'rinni egallaydi. Zero odamning nerv tizimi barcha organ va tizimlarni o'zaro bog'lab, ularni faoliyatini boshqaradi. Tashqi muhit bilan doimiy aloqasini ta'minlaydi. Nerv tizimi markaziy va chekka nuqtadagi qismlarga bo'linadi. Markaziy nerv tizimi bosh va orqa miyadan, chekka nerv tizimi nerv tugullari va nervlardan iborat. Nerv tizimi shartli ravishda somatik va vegetativ qismlarga bo'linadi. Somatik nerv tizimi tayanch harakat apparatini, suyaklar, bo'g'inlar, mushaklar, teri, sezgi a'zolari va ayrim ichki a'zolarni. Vegetativ tizim esa asosan ichki a'zolarni, ovqat hazm qilish, nafas olish, ayruv, ichki sekretsiya bezlari va qon tomirlari faoliyatini boshqaradi. Vegetativ nerv tizimida simpatik va parasimpatik bo'limlar tafovut etiladi. Markaziy nerv tizimini tashkil etuvchi bosh va orqa miya ko'p sonli nerv hujayralari, ya'ni neyronlar va ular o'simtalarining nerv tolalaridan iborat. Nerv tolalari bosh va orqa miya qismlarini bir-biri bilan bog'lab qo'zg'alishlarni o'tkazish funksiyalarini bajaradi.
Odam orqa miyasi umurtqa pog'onasi kanalida birinchi bo'yin umurtqasining yuqori qismidan beshinchi bel umurtqasini pastki qismigacha joylashgan bo'ladi. Orqa miya 31 yoki 33 segmentdan, ya'ni 8 bo'yin segmenti, 12 ta ko'krak, 5 ta bel va 5 ta dumg'aza va 1 va 3 dum segmentlaridan iborat. Har bir segmentda 2 juft nerv ildizi bor. Oldingi harakatlanuvchi ildizlar orqa miyani hujayralaridan periferiyaga, ya'ni skelet va tomirlar mushaklariga, ichki organlarga. Orqadagi sezuvchi ildizlar esa teri, pay, bo'g'im, tomirlar, mushaklar hamda ichki a'zolarga boradi. Orqa miyaga impulslar o'tkazadi. Orqa miyaning har tomondan oldingi va orqa ildizlar o'zaro birlashib, orqa miya nervlarini hosil qiladi. Bosh miya kalla qutisida, bosh skeleti bo'shlig'ida joylashgan. Bosh miya yarim sharlar, miyacha va miya poyasidan iborat. Bosh miyada 5 ta asosiy bo'lim: uzunchoq, keyingisi o'rta va oxirgi miya qismlari tafovutlanadi. Shu qismlardan tashqariga 12 juft bosh miya nervlari deb ataluvchi nervlar chiqadi. Adashgan nervdan tashqari bosh miya nervlari asosan bosh va bo'yin sohasida joylashgan a'zolarni idora etadi. Orqa miyani ko'krak bo'limidagi oldingi tarmoqli qovurg'alar aro nervlar deb atalib, qovurg'alar aro mushaklarni, ko'krak, qorin mushaklarini idora etadi. Shu tarmoqlarning teri shoxchalari ko'krak qafasini oldingi va yon yuzalarini idora etadi. Nervlarda minglab nerv tolalari bor. Bu tolalar sezuvchi, harakatlantiruvchi va aralash harakatlantiruvchi va sezuvchi nerv tolalaridan iborat. Nervlarga bo'linadi. Odamda orqa miya nervlari oldingi tarmoqlarining 4 juft chigali, bo'yin chigali, yelka chigali, bel dumg'aza chigali bor. Bu chigallardan chiqqan nervlar o'z nomlariga ega bo'lib, ayrim sohalarnigina boshqaradi. Judayam zo'r kitob. E'tibor beryapsizlarmi? Sizlar massaj qilayotganingizda aynan shu sohalar bilan ishlaysizlar va aynan shu kitobni agar sizlar eshitib tugatishga sabringiz yetsa, badanga qo'lingiz qo'yayotganingizda siz nima bilan, qaysi soha bilan va qanaqa qilib ishlash kerakligini tushunib olasiz. Demak, sizlar bilan davom etamiz. Bo'yin chigali. Bo'yinni yuqori sohasidan chiqaruvchi 4 ta orqa miya nervlarini oldingi tarmoqlaridan hosil bo'ladi va bo'yinni ichki mushaklarida joylashadi. Bo'yin chigalidan ensa sohasini, quloq suprasini, bo'yinni old va yon sohasini, o'mrov suyagini, chuqur joylashgan bo'yin mushaklarini, diafragmani idora etuvchi nervlar boshlanadi. Yelka chigali. Bo'yinning pastki sohasidan chiquvchi 4 ta orqa miya nervlarini oldingi tarmoqlaridan va ko'krakning birinchi orqa miya nervi oldindagi tarmog'ining ko'proq qismidan hosil bo'ladi. Yelka chigali bo'yinning pastki qismida to'sh o'mrov suyaklari bilan so'rg'ichsimon o'simtaga boradigan mushak orasida joylashgan. Bu chigal o'mrov usti va o'mrov osti qismlariga ajratilinadi. O'mrov usti qismidan chiqadigan ko'p sonli nerv tolalari bo'yinning chuqur mushaklarini, yelka sohasini, orqa va oldingi ko'krak qismlaridagi ayrim mushaklarni ta'minlaydi. O'mrov osti qismi qo'ltiq osti nervi va bir necha uzun nerv shoxchalaridan iborat, ya'ni mushak teri nervi, o'rta nerv bilak nervi, tirsak nervi, yelkaning teri nervi. Uzun shoxchalari qo'llar terisining mushaklarini ta'minlaydi. Qo'ltiq osti nervi deltasimon mushakni, yelka chigalini, kapsulasini, yelka suyagini mushaklari va terisini, tashqi yuzasini ta'minlaydi. Bel va dumg'aza chigallari qo'shilib, bel dumg'aza chigali deb ataladi. Bu chigal 12-ko'krak nervlari va 1-3 bel
nervlaridan iborat bo'lib, bu nervlar oyoqlarni, bel, qorin mushaklarini va terini ta'minlaydi. Dumg'aza chigali yirik bo'lib, 5 ta bel nervidan hamda dumg'aza va quymuch nervlaridan iborat. Bu nervlar chot oralig'idagi mushaklarni, qisman terini, dumba sohasidagi mushaklarni, tos mushaklarini, sonning orqa sohasini, boldir va oyoq kaftlarini hamma mushaklarini, suyaklarini, bo'g'imlarini va terisini ta'minlaydi. Dumg'aza chigalini shoxchalaridan ustki va ostki dumba nervlari, jinsiy a'zolarga boradigan tarmoqlar, son orqasi terisini nervi, quymuch, katta-kichik boldirning umumiy nervlari hosil bo'ladi. Massaj vaqtida terida joylashgan markaziy va vegetativ nerv tizimi bilan bog'langan ko'p sonli har xil nerv tolalarini uchlari birinchi navbatda taassurotga uchraydi. Odam organizmiga massaj har xil fiziologik ta'sir ko'rsatadi. Buni natijasida odam organizmida bir qator umumiy va mahalliy reaksiyalar paydo bo'ladi. Bunda hamma to'qimalar, a'zolar va tizimlar ishtirok etadi. Massaj ta'sirining kuchini, davomiyligini o'zgartirib, miya po'stlog'ini funksional holatini o'zgartirish, umumiy qo'zg'aluvchanlikni oshirish, reflekslarni kuchaytirish va yo'qolgan reflekslarni qayta tiklash hamda turli xil ichki a'zolar va to'qimalar ozuqalanishini yaxshilash mumkin. Massajning har xil usullari nerv tizimiga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Biri tinchlantiradi, ya'ni silash va silkitish, boshqalari qo'zg'atadi, ya'ni urish usullari. Jismoniy va aqliy mehnatdan so'ng massaj tetiklashtiradi va ish qobiliyatini oshiradi. Hamma massaj usullari orasida tebratish usuli eng kuchli reflektor ta'siriga ega. Massaj nerv mushak tizimiga ijobiy ta'sir etadi, charchash holatini yo'qotadi, mushaklarni qisqarish qobiliyatini, o'tkazuvchanligini yaxshilaydi va ish qobiliyatini oshiradi. Massaj oliy nerv tizimiga chuqur ta'sir etib, og'riqni kuchsizlantiradi yoki qoldiradi. Nervda o'tkazuvchanlikni yaxshilaydi, shikastlanishda tuzalish jarayonini tezlashtiradi. Massajning noto'g'ri qo'llanilishi natijasida odamning umumiy ahvoli yomonlashadi, haddan tashqari hayajonlanadi va og'riqlar kuchayadi. Massaj jarayonida vujudga keladigan og'riqlar reflektor yo'l bilan mushaklar tonusini, qon bosimini, qonda qand va adrenalin miqdorini oshiradi hamda qon ivishini tezlashtiradi. Massajning nerv tizimiga ta'siri tashqi muhit omillari tufayli ham yuzaga kelishi mumkin. Tashqi muhitning manfiy ta'sir ko'rsatuvchi omillaridan navbat kutish, shovqin-suron, qattiq gaplashish massajchining davo ta'sirini keskin kamaytirib yuborishi mumkin. Keyingi ta'sirga ega bo'lgan soha massajni teriga ta'siri. Juda ham qiziqarli o'rtoqlar. Men uchun shaxsan qancha bilganim sari yana shuncha qiziqarli. Sizlarda qanaqa davom etyapti? Kommentariyalarda обязательно yozib ketinglar. Demak, davom etamiz. Massajning teriga ta'siri. Teri ko'p sonli vazifalarni bajaradigan murakkab anatomik a'zo. U tashqi taassurotlardan, ya'ni mexanik, ximik, fizik, himoya etish, moddalar almashishi bilan bog'liq jarayonlarni boshqarish kabi funksiyalarni bajaradi. Teri yuzasi o'ta sezuvchan bo'lib, 1,6 yoki 2,5 metr kvadratni tashkil etadi. Terini massaj qilish vositasida uning turli qavatlariga, teri tomirlariga, mushaklariga, murakkab bezsimon apparatga va u orqali markaziy nerv tizimiga ta'sir ko'rsatiladi. Terining tashqi va ichki sekretsiya bezi bo'lib, u ichki a'zolar, qo'shuvchi to'qimalar, gipofiz, buyrak usti bezlari, endokrin bezlari bilan chambarchas bog'liq. Massajning mushak tizimiga ta'siri. Odam hayoti va faoliyati uchun mushaklar muhim ahamiyatga ega, chunki odam tanasini harakatga keltiruvchi mushaklardir. Mushaklar katta odamlarda butun tana og'irligining deyarli 42%ni tashkil etadi. Odam tanasida 400 dan ortiq mushaklar bor. Mushaklar 3 xil bo'ladi: ko'ndalang, targ'il, silliq va
Yurak mushaklari. Ko'ndalang targ'il mushaklar insonni harakatlanishida va tanasini boshqarishda muhim ahamiyatga ega. Silliq mushaklar ichki a'zolar, qon tomirlarining faoliyati uchun muhimdir. Yurak mushaklari, ya'ni miokard esa yurak faoliyatini ta'minlaydi. Miokardning hujayralari qo'zg'aluvchanlik xususiyatiga ega. Skelet mushaklari faqat markaziy nerv tizimidan kelgan impulslar, ya'ni ta'sirning nerv tizimi bo'ylab tarqalish jarayoniga ta'sir ko'rsatadi. Qisqarib, silliq va yurak mushaklaridan farqlanadi. Mushak ish bajarish bilan bir vaqtda sezuvchi a'zo hisoblanadi. Chunki mushaklarda sezuvchi apparatlar, ya'ni proprioretseptorlar joylashgan. Impulslar mushak retseptorlari orqali orqa va bosh miyaning turli bo'limlariga, xususan katta yarim sharlarga intiladi. Mushak organ sifatida ikkala uchida, pay va o'rtasida mushak qismiga ega. Mushak ust tomonidan biriktiruvchi to'qimali parda, ya'ni fastsiya bilan qoplangan. U yerda chuqur joylashgan qon tomirlariga va nerv tolalariga ta'sir ko'rsatish uchun massaj usullarini kuchliroq bajarish lozim. Massaj ta'sirida mushaklar mustahkamlanadi, ularning tonusi va elastikligi oshadi. Qisqarish funksiyasi yaxshilanadi, quvvati ko'payadi, ish qobiliyati ortadi. Massajning faol uslublari tufayli mushaklarga arterial qon ko'proq kela boshlaydi. Mushaklardagi toliqish yo'qoladi, tiklanish jarayoni tezlashadi. Toliqqan mushaklarning ish faoliyati 5 daqiqalik massajdan so'ng 3-7 marta ortadi. Mushaklar ish faoliyatini bunday ortishi jismoniy mehnatda qatnashmagan muskullarni massaj qilganda ham kuzatiladi. Shuning uchun ayrim mushak guruhlari toliqqan vaqtda mehnatda ishtirok etmagan mushaklarni massaj qilish maqsadga muvofiqdir. Massaj ta'siri natijasida mushak atrofiyasi sekinlashadi. Massaj mushaklarda kechadigan oksidlanish, qayta tiklanish jarayoniga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Kislorodning oqib kelishini ko'paytiradi va mushak to'qimasi hujayralarini assimilyatsiya funksiyasini yaxshilaydi. Massaj natijasida mushaklarda plastik tuzilish va energetik jarayonlar yaxshilanadi. Shu bilan birgalikda mushaklarning funksional imkoniyatlari, mushaklar kuchi va chidamliligi oshadi. Mushaklar gavda mushaklari, bosh mushaklari, qo'l-oyoq mushaklariga bo'linadi. Gavda mushaklari gavdaning orqa tomonida joylashgan, orqaning yuza va chuqur mushaklari va gavdaning old tomonida joylashgan oldingi bo'yin mushaklari, ko'krak mushaklari va qorin mushaklari muskullariga bo'linadi. Massajning bo'g'im va bog'lamlarga ta'siri. Bog'lam suyaklar aro va tog'aylar aro bo'g'imlar mustahkamligini ta'minlovchi hamda ichki a'zolarni bo'shliqlar, ya'ni ko'krak, qorin, chanoq devorlari bilan bog'lab tutib turuvchi zich birikkan to'qimalardan iborat tuzilma. Bo'g'im suyaklar, ba'zan paylarni bir-biriga harakatchan tarzda birikishi, suyaklarni hosil qilishida ishtirok etuvchi uchlari biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan bo'g'im xaltasi bilan ichki tomondan sinovial parda bilan o'ralgan. Sinovial parda paylar yuzasini namlab turuvchi va ularning harakatini yengillashtiruvchi suyuqlik ishlab chiqaradi. Ko'pchilik bo'g'imlar xaltasi bog'lamlar bilan mustahkam o'ralgan. Bo'g'im harakat birikkan suyaklarni bo'g'im yuzalari shakliga bog'liq. Sharsimon boshchali suyak bo'g'imi, masalan, yelka suyagi bo'g'imi, silindersimon yoki bloksimon boshchali, bunda qon bilan ta'minlanish kuchayadi. Bo'g'imdagi sinovial suyuqlik ortadi. Bo'g'imlarni massaj qilish bo'g'im atrofidagi shishlarni kamaytiradi. Qon tomirdan qon aylanishini yaxshilaydi. Tomirni dimlanishini va bo'g'imlarda to'plangan patologik moddalarni yo'qotadi. Bo'g'imlar sovuqqa, kasalliklarga, shikastlarga, moddalar almashinuvi buzilishiga nisbatan juda ta'sirchan bo'ladi. Ko'plab qaytalanib turadigan shikastlar, revmatizm, podagra va boshqalar bo'g'im qiyofasining o'zgarishiga olib keladi. Ob-havo sovuq paytlarida bo'g'imni massaj qilishga alohida ahamiyat berish kerak.
Bu holatlarda massaj qizdiruvchi vosita sifatida hamda shikastlanishning oldini olish maqsadida ishlatilinadi. Massaj katta yoshdagi odamlar uchun muhim ahamiyatga ega, chunki ularning bo'g'imlarida yoshga xos o'zgarishlar sababli harakatchanlik kamayadi, harakat qiyinlashadi. Holbuki massaj to'qimalarini elastikligini oshiradi, bo'g'imlarni mustahkamlaydi va ularni tashqi muhit ta'siriga chidamli qiladi. Keyingisi, massajning qon va limfa tomir tizimlariga ta'siri. To'qima va a'zolarga kislorod, ozuqa moddalari, ichki sekretsiya a'zolarining mahsulotlari qon tomirlari orqali boradi. Qon aylanish tizimi katta va kichik qon aylanish doiralarini tashkil etadi. Bu qon doiralari orqali tanada yurakdan a'zolarga, a'zolardan yurakka to'xtovsiz qon oqib turadi. Odam yuragi 4 kamerali, 2 bo'lmacha va 2 qorincha mushaklardan iborat a'zo bo'lib, qonni tanada harakatga keltirish vazifasini bajaradi. O'ng tomondagi bo'lmacha va qorinchadan ko'k venos karbonat angidridga to'yingan qon, chap tomondagi bo'lmacha va qorinchada qizil qon, ya'ni arterial kislorodga to'yingan qon bo'ladi. Chap qorinchadan aorta qon tomiri chiqib, hamma arteriyalar undan boshlanadi. Arteriya yurakdan a'zolarga qon tashuvchi tomirdir. U yirik, o'rta, mayda bo'ladi. Eng mayda arteriya qon tomiri arteriola deb ataladi. U kapillyarga aylanadi. Kapillyar juda mayda qon tomiri, ya'ni qil qon tomiri bo'lib, uning devori orqali qon bilan to'qimalar orasida modda almashinuvining jarayoni sodir bo'ladi. Bir xil a'zolarda kapillyarlar kam bo'ladi, boshqalarida esa haddan tashqari ko'p. 1 millimetr kvadrat to'qimaga bir necha millionlab, minglab kapillyar to'g'ri keladi. Qon kapillyarlari venulalarga o'tadi. Arteriolalar va kapillyar tomir o'rtasidagi kapillyar oldi qon tomirlari, kapillyatorlar va venulalar o'rtasida kapillyar qon tomirlari bo'ladi. Barcha tomirlar qo'shilib mikrosirkulyator oqimni hosil etadi. Bunday qon oqimi mikrosirkulyatsiya deb ataladi. Vena qon tomiri orqali a'zolardan yurakka tomon qon oqadi. Venalardagi qon oqimi esa mayda tomirlardan yirik qon tomirlar tomon oqadi. Organizmdagi barcha qon to'planib ustki ham pastki kovak venalarida yig'iladi va yurakka quyiladi. Massaj o'tkazilayotgan vaqtda venos qon oqimi yo'nalishini hisobga olish kerak. Masalan, tayanch harakat apparatlari shikastlanishida, kasalliklarda venos qon va limfa dimlanib qoladi. Massaj natijasida ba'zi a'zolarning qon bilan ta'minlanishini kuchaytirish, ba'zi a'zolarning qon bilan ta'minlanishini susaytirish mumkin. Mushak va ichki a'zolarning qon tomirlari o'rtasida teri bilan qorin bo'shlig'idagi a'zolar qon tomirlari o'rtasida qon taqsimlanishi ro'y beradi. Katta qon aylanish doirasi yurakni chap qorinchasidan chiqadigan aorta qon tomiridan boshlanib, arterial qon tomirlari orqali butun a'zolarni qon bilan ta'minlaydi. A'zolarni kapillyarlardan arteriya qoni o'tib, venoz yoki ko'k qon ustki va pastki qovak venalarini orqali yurakning o'ng bo'lmachasiga quyiladi. Shu tariqa katta qon aylanish doirasi tugallanadi. Kichik yoki o'pka qon aylanish doirasi o'ng qorinchadan o'pka arteriyasi bilan boshlanib, tarmoqlari orqali venoz qonni o'pkaga olib boradi. O'pkaning kapillyar qon tomirlaridan o'tgan venoz qon kislorodga to'yinib, arterial qonga aylanadi. O'pkadan arterial qon 4 ta o'pka venalari orqali yurakning chap bo'lmachasiga quyiladi. Qon yordamida a'zolarning gumoral faoliyati amalga oshiriladi, ya'ni qon bilan turli bezlarning gormonlariga tarqaladi. Tanani doimiy harorati saqlanadi. Massaj hammadan oldin terini kapillyarlariga ta'sir etadi. Buni organizm uchun ahamiyati nihoyatda katta. Ma'lumki, qon va to'qima orasida almashinuv jarayoni ketadi. Ya'ni kapillyar devori orqali to'qimaga kislorod va ozuqa moddalari beriladi. Xuddi shu tariqa karbonat angidrid chiqindilari qon orqali tark etiladi. Hozirgi vaqtda kapillyar tizim refleksogen soha hisoblanadi. Kapillyarlarda qon aylanish jarayonini markaziy nerv tizimi tomonidan boshqariladi.
Massaj ta'sirida qonda eritrotsitlar va trombositlar soni oshganligi isbotlangan. Massaj ta'sirida zaxira kapillyarlarini ishga tushirib, organizmni qonni qaytadan taqsimlanishiga olib kelib, yurak ishini yaxshilash mumkin. Bu o'z navbatida tana haroratini oshiradi. To'qimalar qizib, mayinlashadi. Fizik va kimyoviy holatlar o'zgaradi. Bu esa har xil shikastlanish, jarohatlarning oldini olinishiga imkon beradi. Sog'lom odamlarning qon bosimi massaj ta'sirida deyarli o'zgarmaydi. Qon bosimi oshgan kishilarda esa massajning reflektor ta'siri tufayli kapillyarlar kengayib, mushaklar bo'shashadi va qon bosimi pasayadi. Kuchli va shiddatli massaj usullari yurak urishini tezlashtiradi. Tinchlantiruvchi, ya'ni silash, tebratish, silkitish usullari yurak urishini pasaytiradi. Venöz qon oqimi tezlashib, yurak mushaklarining ishi yengillashadi. Odamning limfa tizimi qon tomir tizimi bilan bog'liq. To'qimalar orasida joylashgan suyuqlik va limfa butun tana vaznini 4dan 1 tashkil qiladi. Limfa oqsil tabiatli, tarkibiga ko'ra qon plazmasiga yaqin, rangsiz tiniq suyuqlik. Limfa kapillyarlari, tomirlari va tugunchalari bo'ladi. Organizmda limfa hujayralar va to'qimalarni ozuqalantirish, moddalar almashinuvi mahsulotlarni chiqarib tashlash vazifasini bajaradi. Limfa qondan to'qimalarga uzluksiz o'tib turuvchi kislorod va oziq moddalarga boy to'qima suyuqligidan hosil bo'ladi. Hujayralardan to'qima suyuqligiga ajralib chiqqan moddalar almashinuvi mahsulotlarining bir qismi qaytadan qonga o'tadi. Qisman suyuqlikdan limfa kapillyarlariga o'tib, limfani hosil qiladi. Limfa kapillyarlaridan limfa tomiri shakllanib, limfa tomiri buzloqli chigal hosil qiladi. Limfa tomiri chigalidan a'zolar ichidagi limfa tomiri shakllanib, u organdan chiqadigan limfa tomiriga aylanadi. Odam tanasida teridan, teri osti yog' qatlami va fassiyadan boshlanuvchi yuza limfa kapillyarlari bor. Chuqur limfa tomiri suyak usti pardasi, bo'g'imlar, mushaklar, nervlar va qon tomirlaridan kapillyar hosil qilib boshlanadi. Limfa tomirlari yirik yo'llarda to'planadi. So'ng o'ng va chap vena burchaklari sohasida venalarga quyilib, ular undan yurakning o'ng bo'lmachasiga tushadi. Massaj a'zolar va to'qimalardagi limfa oqimini yurakka tomon harakatlanishini kuchaytiradi. Shu sababli massaj limfa oqimi tomon yo'naltiriladi. Shu tariqa harakat limfa oqimini yuza va chuqur joylashgan limfa tomirlaridan yuza va chuqur joylashgan limfa tugullariga quyiladi. Limfa tugullari qon yaratish bilan bir vaqtda kasallik qo'zg'atuvchi mikroblar, ularning toksinlari, umuman zaharli moddalar uchun to'siq vazifasini bajaradi. Limfa tugunchalari immunobiologik jarayonlarni va limfa harakatini tartibga solib turadi. Limfa tugullari massaj etilmaydi. Limfa organizmning ma'lum joylarida yakka-yakka kichik guruhlardan 10, 20, 40 ta va hatto undan ham ko'p iborat tugullardan tarzda joylashadi. Bu tugullarga tanani ma'lum sohalaridan limfa olib keluvchi tomirlar kelib quyiladi. Ular regionlar tugullari deb ataladi. Jag' osti sohasida, bo'yindagi yirik qon tomirlari yo'lida, qo'ltiq osti chuqurchasida, traxeya bronxlarga bo'linadigan joyda, ingichka ichak tutqichida, bel qismida, kichik tosda va chot qismi terisi ostida ko'p miqdorda tugullar joylashgan. Tugullarning uncha katta bo'lmagan to'plamlari tirsak bukilishida va tizza osti chuqurchasida joylashgan. Limfa suyuqligining harakatlanishi sekundiga 4-5 mm. Limfa va to'qima orasidagi moddalar almashinuviga ijobiy ta'sir etadi. Massaj ta'sirida qon va limfa oqimi tezlashadi. Bu a'zolarni kislorod va ozuqa moddalari bilan ta'minlanishini faollashtiradi hamda parchalanish mahsulotlarini organizmdan chiqarishini tezlashtiradi. Qon va limfa oqimini tezlashishi bo'g'imlarda, qorin va boshqa bo'shliqlarda ularni dimlanishini kamaytiradi. Massaj mahalliy limfa oqimiga ta'sir etish bilan bir qatorda limfa tizimiga reflektor yo'l bilan ta'sir etadi. Bu holda limfa tomirlarining tonusi, harakati yaxshilanadi. Massaj o'tkazishda massajchi qo'lini harakati yo'nalishi limfa oqimi bo'ylab eng yaqin joylashgan limfa tuguni tomonga qaratilishi lozim.
Massajchining qo'l harakati limfa oqimi bo'ylab yo'nalmog'i uchun bosh va bo'yinni pastki o'mroq osti tuguni, qo'lni tirsak va qo'ltiq osti limfa tuguni tomon, ko'krak qafasini old qismi, to'sh suyagidan ikki tomondagi qo'ltiq osti bezlari tomon, orqaning yuqori va o'rta qismlari, umurtqa pog'onasidan ikki tomondagi qo'ltiq osti limfa tuguni tomon, bel, dumg'aza hamda sonlar chot limfa tuguni tomon, boldir, tovon, oyoq kafti, tizza osti limfa tuguni tomon yo'naltirilishi lozim. Qoida bo'yicha limfa tuguni joylashgan qismlar massaj qilinmaydi. Bu tugunlarni kattalashuvi, shishishi, og'rishi organizmda infeksiyalar borligidan darak beradi.